Tanishing film qahramonlari Brayan va Kessi. Film boshida biz Brayanning sevgilisi Kessi Italiyadan ajoyib uyni ijaraga olayotganini ko'ramiz. Bundan keyin esa ushbu sevishganlar mashinada o'sha uyga dam olishga kelishadi. Bu yerda ularni hech kim kutib olmaydi, ammo uy kaliti qayerda ekanini aytishgan edi. Shuning uchun ham Kessi qiyinchiliklarsiz uyning kalitini topadi va ular uyga kirishlari bilan hayratdan qotib qolishadi. Chunki uy juda shinam va chiroyli edi. Ular ko'zlariga ishonishmasdi. Shunday uyda yolg'iz 6 kun dam olishlaridan nihoyatda xursand edilar. Shundan so'ng ularning stol ustida uy egasi tomonidan qoldirilgan tabrik xati va vinoga ko'zlari tushadi. Keyin esa sevishganlar vinodan ichib tashqariga qarab o'tirishardi. Birozdan keyin esa ular basseynga ham tushib ozroq sho'xlik qilishadi. Bundan keyin esa dam olish uchun o'z xonalariga kirib ketishadi. Ertalab Kessi yugurishga chiqadi va yugurayotib yiqilib jarohat oladi. Bundan keyin qiz yo'l chetida turib mashina to'xtatadi. Mashinadan esa italiyalik Federico ismli yigit tushadi. U qizga yordam berib uyiga ham olib borib qo'yadi. Qiz uyga kelgach, sevishganlar ehtiroslarga berilib ketishadi va ushbu jarayonni onlayn tarzda o'sha Federico ismli yigit kuzatib turar edi. Bundan kelib chiqadiki, sevishganlar yashayotgan uy ichiga kameralar o'rnatilgan va ular nima ish qilishsa ham barchasini Federico ko'rib o'tirar ekan. Ertasi kuni esa Federico ularni shaharga olib boradi va ularga shahar ko'rsatmoqchi bo'ladi. Ammo Brayan sevgilisini Federicodan qizg'onadi. Natijada sevishganlar urushib qolishadi. Keyin esa Kessi xafa bo'lib uyiga ketib qoladi. Brayan alamidan spirtli ichimliklar ichib o'tirganida uning yoniga Federico kelib qo'shiladi. Ular biroz ichishganidan so'ng Federico yollagan ikkita yengiltak qizlar Brayanga osilib olishadi. Bu paytda Federico Brayanga yaxshi gapirib jilmayib turardi, ammo uning ichidagi maqsad g'arazli edi. Ko'p ichib yuborgan Brayan nimalar bo'layotganini tushunmas edi. Xullas, ertasiga Brayan ko'zini mehmonxonada ochadi va zudlik bilan ijaraga olgan uy taraf ketishni xohlaydi, chunki u sevgilisi Kessidan xavotir olayotgan edi. Uyga qaytishi bilan u yana uy ichida Federiconi ko'radi. Bundan keyin Brayan Federicoga qo'pollik qilmoqchi bo'ladi, ammo Federico ham o'z navbatida Brayanni qo'rqitib qo'yadi. Agar yana shunday qilsang, sevgiling Kessiga sen kechagi tunni ikkita qiz bilan o'tkazganingni deb. Keyin Brayan tushunib yetadi juda qiyin vaziyatda qolganini va bor haqiqatni qizga o'zi aytib beradi va qizdan kechirim so'raydi. Bechora qiz qattiq siqiladi, ammo sevgilisi Brayanni kechiradi va 10 daqiqadan so'ng uni xonada kutishini aytib ketadi. Xursand bo'lib ketgan Brayan yerto'laga tushadi u yerdan vino olish uchun. Ammo shu payt birdan yerto'laning eshigi yopilib, Brayan o'sha joyda qamalib qoladi. Kessi esa xonasiga kirishi bilan ichki kiyimlar va xatni ko'radi. Xatda bu chiroyli narsalarni kiy va meni kut deb yozilgan edi. Kessi o'sha barcha narsalarni kiyib ko'zini ham bog'laydi va juda maftunkor bo'lib divanda o'tirardi. Xonaga esa Brayan emas, uning o'rniga Federico kirib qizga juda ehtirosli tarzda teginishni boshlaydi. Qiz ko'zi yopiq bo'lgani uchun bu Brayan deb o'ylab, u nima qilsa ham qarshilik ko'rsatmasdan yotardi. Bu vaqtda esa Brayan tashqariga chiqish yo'lini topadi. Federico esa shovqinni eshitib u yerdan ketadi. Brayan uy ichiga kirishi bilan xonadagi televizor yonadi va unda Kessi bilan Federico nimalar qilishgani ko'rsatilar edi. Bu paytda yigitini kutishdan charchagan Kessi ko'zlarini yechadi va uning telefoniga video kelib tushadi. Ushbu videoda Brayan ikkita qiz bilan qanday jinsiy aloqa qilayotgani namoyon edi. Shundan so'ng Kessi va Brayan juda qattiq janjallasha boshlashadi. Kessi g'azab bilan qo'lidagi telefonni oynaga otadi va ular singan oyna ortidagi kamerani ko'rib qotib qolishadi. Bundan keyin Brayan Kessiga bu ishlarning orqasida Federico turganini aytadi. Siri ochilib bo'lgan Federico ular yoniga keladi va ularga sizlar bu narsalarni bilmasliklaringiz kerak edi deb ularni o'ldirmoqchi bo'ladi. Brayan va Federico o'rtasida katta janjal bo'ladi. Shunda Kessi qo'lidagi narsa bilan Federiconi o'lgunicha uraveradi. Qo'rquvdan nima qilishni bilmay turishgan bir paytda uy eshigi taqillaydi. Sevishganlar uy eshigini ochishmaydi, ammo biroz turib uy eshigi ochilib, u yerdan uyning haqiqiy egasi Eduardo kirib keladi. Sevishganlar o'zlarini xuddi hech narsa bo'lmagandek tutishadi. Shunda Eduardo video tasvirlarni ko'rishni boshlaydi va ular Federiconi o'ldirishganini ko'radi. Shundan so'ng Eduardo ularga qurol tiraydi, ammo o'ldirishga ulgurmaydi. Kessi qo'lidagi pichoqni unga sanchadi. Orqasidan Brayan esa boshiga zarba beradi.
Shundan so'ng sevishganlar barcha video tasvirlarni hamda jinoyat izlarini yo'q qilishadi. Keyinchalik esa dush qabul qilayotib jinsiy yaqinlikka kirishishadi. Film oxirida esa Kessi va Brayn qay tarzda murdalarni yo'q qilishayotgan videolari internetda onlayn tarzda uzatilayotganini ko'ramiz. Buni ko'rgan odamlar hayratdan yoqa ushlab qolishadi va film shu nuqtada o'z nihoyasiga yetadi. Hurmatli obunachilar, shu kabi qiziqarli videolar tez-tez chiqishini xohlasangiz, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ying. Kinoni to'liq Telegram kanalimizdan topasiz. E'tiboringiz uchun rahmat, xayr, salomat bo'ling.